Lekin Amerikani o'sha erkin jamiyat qurishlikda birinchi-ku deyish Yevrosentrik bu ham albatta. Unday emas. Undan tashqari Amerika hozirgi kunda agar o'sha g'oya bilan masalani qaytadan ko'tarsak, amerikanslar Amerikani bo'shatib qo'yish kerak. Mamlakatchilar, Albatta. Ular juda yomon qirg'in-barot ishlar qilgan. Bular Afrikaga borib odam ovlashgan. Afrikada odam ovlangan. U ani kiyik ovlash emas, odam ovlangan, xat yozgan kemaga. Menda 300 ta qul bor, narxini kelishamiz. Qani daliling desa, barmog'ini kesib jo'natgan. Qullarni barmog'ini. Bu narsalarni oqlash uchun albatta ichkarida qandaydir vijdon uyg'onadigan insonlar chiqadi. Uni e'tiqoddan qat'iy nazar. U chiqqan keyin bu noto'g'ri degan. Va bu g'olib bo'lgan va zulmni orqasidan buni hozirgi kunda qurgan jamiyati o'sha biz aytayotgan, biz xohlayotgan jamiyat o'zi.